Hammaga assalomu alaykum. To'liq elektrический mashina qidirganlar uchun zo'r taklifimiz bor. Voyah Courage 2026-yil ishlab chiqarilgan. Hozir ichki qismidan obzor qilib ko'rsataman. Xo'p, mashinamiz elektrический, bitta zaryadda 650 km bosib o'tadi. Hozir men funksiyalarini ko'rsataman. Massaj, obduf, обогрев hamma funksiyalari bor. 360 kamera. Xo'p, lidarlari ham bor. Huawei ADSda avtopilot, avtoparking hamma funksiyalari ishlaydi. Беспроводная zaryadka, безрамочные окна, eshiklarda davochiklari bor. Panoramniy потолок. Orqa sideniyani ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, также холодильнigi ham bor. Bu mashinamizda наличиеda qora, mokriy, oq rangidan bor. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Также mashinamizdan рассрочкаga ham chiqarib beramiz. Boshiga 25% to'lovi bilan.